Qarang Aynor. Hayat odamga bir qitim keldi. Shunga ko'ngil tatqanni, o'zi xohlaganini qilib xo'shal yashash kerak. Oho, shu yari. Lekin men vaqt kerak-da. Qanday deymiz qarang. Mush ba'zi odamlar sapa deb og'zidan tushamay qildi. Ammo vaqt soat kelib qolganda shu sapaning nimaligini o'zimiz bilmaslik mumkin. Amaliyotda bu sapa deganimiz boshqalarni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ymaslik. Tar yo'lda qistimaslik. Men hergiz sizni tar yo'lda qistimayman. Sizga xohlagancha vaqt berma. Eleyverіңа? Бұл кейін қайдырай. Bu türdeki kostyumlarımız sıklat kep boptu. Cemiyet ötüren mal. Bunu vakaletçinin zakası ahval boyunca bügüldü vaktırmamız onunla. Maqul direktor. Bu ajab chiroyli chiqibdi. Flek kostyumlar emasmi? Shu. Vakolatchilik xo'sh o'tirgan bo'ldi-da. Albatta. Undaqda men bugunni saltayman. Bo'ldi, keyin aytdim, bügüldü manguz onunla. Maqul direktor. Men o'rlashtiray. Bo'ldi. Pa. Kalazma. Telefon qilsam, omidingiz nem tomoq yegiz vaki deb o'g'andi. Tomoq yemisiz qanday bo'ladi? Sizga qo'ydimi? Peşinden buyursak bo'lmasmi? Necha vaqtdan beri aldirashlab charchab ketdingiz. Shuni bugun uyda yaxshiroq narsa qilib yelimki degandim. Qo'sqingiz bekishib ketgan bo'lsa, tayyor cho'chir va salamiya birdam tayyor oldi. Ha, ixtiyoringiz. Yana. Yegim yo'q. Yemisangiz bo'lmaydi. Oldimizda biz qildigan muhim ishlar. Aynor, sizga bir ish bo'ldimi? Har qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga men o'z amal qilaman. Voy, qo'ydim, ichimni siqmay. İçimni siqmay? Atdigandan kechgacha ko'zingiz qarab, ko'nglingizni izlagan men. İçingiz siqqan bo'lib qoldimmi? Vaqama. Birden keyfiyatim yaxshi emas deysiz. Birden içimni siqmang deysiniz, kimni ochiq kelmaydi? Menda o'tgan yeri bo'lsa, deysiniz men tuzlasam bul demasmi? Bunda içimnikini topib deysiniz, men qanday qilaman? Men qarang Arman. Men hozir kerak vaqt. Men ozroq vaqt berang bo'lamda. Ish qilibsiz vaqo. Yaqindan beri g'alati odam bo'lib qoldingiz. Bo'l sizdan talashmayman. Birdan gap qilmay o'tirsangiz bo'lmamdi. Hey, men bütün kuchimni chiqarib, og'zingizdan chiqqanning hammani qilib beryapman-ku. Ha? Men yana qanday qilishim kerak, qanday qilsam bo'ladi? Sizni hozir men qilib birda ishingiz qarang. Birdan gap qilmay o'tiring. Birdan gap qilsangiz bo'lamdi. Ben do'stim bilan ko'rishib kiray.
Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Qarsam kunda xiyol surib o'ltirsiz. Shuni so'rachim. Yo'q, hech bo'lmadi. Aras aka, siz yaqin-yaqin asar yozyapsiz? Shundaq bir ayolning hikoyasini yozyapman. Bir ayolni? Qanday ayolni? Bir taloq qarab qolgan ayolning hikoyasi. Ems bu hikoyangiz toz qiziqdek. Qizli demaymiz, ichinishliq deymiz. Ichinishli? Mening bu personajim boshqa birisi bilan yurayotgan vaqtda yo'ldoshi buni bayqab qoladi. Keyin oshnasi uni tashlab ketib qoldi. Shuningdan keyin u texim tushkunlashib ketdi. Rost ichinishliqga. Burun men o'qigan kitoblarda taloq qarab qolgan ayollar o'lib oladi. Ba'zi kitoblarda yo'ldosh ularni bir taraf qilib lekin mening bu qitim yangicha bir narsa qilgan bor. Lekin qanday qilishni qat'iy bilmayapman. Hey, magansarning posoni ajib chiroyliqkina. Ko'zingiz ajab maltona etkana. Ko'ra. Bu bizning eng yangi chiqqan pason. Buning vaqti setilish intayin tez. Men shu sizlarning tilakning kimdirning sifatini bek yaxshi deb anglagandim. Shunga degan ataydan o'g'il do'stimga birini setib olay deb kelishim. Rahmat. Bu gansarning o'g'il do'stingiz so'qqisingiz çok yaxshi ko'rdi. Ko'ra. Mushuni mirdalli kagidek. Xap bo'lmay bir tal ishdan maslashib beramsiz. Ma'qul. Bilmem, mende xap bo'lib qoldingiz. Mening ikkimiz mana hech hech narsa deyishmay turaylik. Qolgan kayfiyatimiz o'ngshalganda deyishib olsak ham bo'ldi. Bilmem, sizning balliq o'g'lingiz bor. Biroq uni vaqt soat kelgan deyishib olsak ham bo'ldi-ku. Balning gapini hozircha qo'yib qo'yib turaylik. Ha? Bizning ota-ona bo'lganға tek tayyorligimiz bitmaganda qiladi. Yana bir mezgil qarab boqaylik. Ma'qul. Ems men do'stimning tug'ilgan kuniga berib kelay, bugun kech qolmayman. Siz-chi tomoqni qanday qilsiz? Men bilan karingiz bo'lmasa. Uning amali o'zim qilaman. Ma'qul. Ems men berib kelay. Yaxshimi? Saqlab ketdingiz a? Yo'q. Nima degan chiroyliq deyman-da siz. Ko'zning yig'ini yeb. Bir narsa mizlik turadi-ku. Ha? Voy bo'ldiqlar, nega bormiz? Pitchat bir yerga bormiz. Jiroq emas-ku? Jiroq emas. Men sizni qachon qiynab baqqan?
Meni rostla yaxshi ko'ramsiz? Shunda boshlang'ich maktabning o'quvchilaridek omaq savol so'rab qo'ysiz emasmi? Mushnimi deyish ketamda? Sizni naqadar yaxshi ko'rdig'im ko'zlarimdan chiqib turmamdi ekan. Voy chiqib turmaydigan o'zingiz bir deb yiqma. Yaxshi ko'rma. Kimni? Sizni Meni qanday qilsiz? yaxshi ko'rma. Voy shu sizni yaxshi ko'rma degan gapni bir to'liq deb yiqma. Qarang, men sizning shunday xiyol suygan, g'amkin bo'lgan, ochiqingiz kelgan, xo'shal bo'lgan hamma vaqtingizni yaxshi ko'raman.